Avvalambor assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz 490 bo'lingan 7 ko'rinishdagi ifodalar. 3-masala. 346 qo'shilgan 537. 346 qo'shilgan 537. Ustun shaklda qo'shing deyilgan. 7 ga 6 13 ni 3 bir yotda, 3 ga 4 7 bir yotdagi bilan 8, 5 ga 3 ni qo'shsak 8, 883 ga teng. Ikkinchi misolimiz 995 ayrilgan 163. 995 ayrilgan 163. 5 dan 3 ni ayirsak 2, 9 dan 6 ni ayirsak 3, 9 dan 1 ni ayirsak 8. To'rtinchi masala. Uchburchakning perimetri 126 mm ga, ikkita tomonining uzunligi 37 mm dan bo'lsa, uchinchi tomoni necha millimetr bo'ladi deyapti. Perimetri 126 mm ga teng. Perimetri 126 mm. Ikkita tomoni 37 mm dan A barobar 37 mm, B barobar 37 mm. S'ni toping deyapti. Uchburchakning perimetri P barobar uchala tomonining yig'indisiga teng. A qo'shilgan B qo'shilgan S. P barobar P ning o'rniga 126 barobar 37 qo'shilgan 37 qo'shilgan S. S tomonimizni topishimiz kerak. 126 barobar 37 qo'shilgan 37 74 qo'shilgan S. S barobar 126 ayrilgan 74. Ustun shaklda ayiramiz. 74 ni. 6 dan 4 ni ayirsak 2, 2 dan 7 ni ayira olmaymiz. 1 dan bitta qarz beramiz. 12 dan 7 ni ayirsak 52. Uchinchi tomoni 52 mm ga teng ekan. Oltinchi masala. 228 qo'shilgan 200 bo'lingan x barobar 230. 228 qo'shilgan 200 bo'lingan x barobar 230. 200 bo'lingan x barobar 230 ayrilgan 228. 200 bo'lingan x barobar 230 dan 228 ni ayirsak 2 ga teng. X barobar 200 bo'lingan 2. X barobar 100. 200 ni 2 bo'lamiz. Ustun shaklda bo'lib qo'yamiz. Bo'lamiz 2 ga. 2 ni ichida ikkitalikdan bitta bor. 2 ayiramiz 2 0. 0 bu yerga 0 tushadi. 0 yana bu yerga tushsa yana 0 tushadi. 100 barobar qoladi. 200 ni 100 ga bo'lsak javob qolar ekan. 7-masala. Fil bir kunda 240 kg, kiyik esa undan 8 marta kam ozuqa iste'mol qiladi. Fil bir kunlik ozuqasi kiyikning bir kunlik ozuqasidan necha kilogramm ko'p? Fil bir kunda 240 kilogramm yeydi ekan. Kiyik esa undan
barobar 8 marta kam ozuqa yedi deyapti. 240 ni bo'lamiz 8 ga. Chunki undan 8 marta kam deganligi uchun 8 ga bo'lyapmiz. 240 ni bo'lamiz 8 ga ustun shaklda bo'lamiz. 24 ni ichida 8 talikdan 3 ta bor. 3 kere 8 24. Ayiramiz. 24 ni 24 ni ayirsak 0. 0 ni bitta tushirib 0 ni bu yerga berib qo'yamiz. 30. Undan keyik undan 8 marta kam yeydi desa 30 kilogramm, bir kunda 30 kilogramm yeydi ekan. U bir kunda fil kiyikdan necha kilogramm ko'p yeydi degan. 240 ayiramiz 30 barobar 210 ga teng. Fil kiyikdan 210 kilogramm ko'p ozuqa yeydi ekan bir kunda. Olti yuz bo'lingan 20, 900 bo'lingan 3 ko'rinishdagi ifodalar. Ikkinchi masala. Shu joyda tushuntiraman, shu joyda turgan joyda. Butun doiraning yuzi 24 cm kvadrat bo'lgan doiralarning bo'yalgan qismi yuzalarini toping deyapti. Butun doiramiz 24 ga teng ekan. Yarim doiramiz 24 ni yarmiga teng bo'ladi. 12 cm kvadratga teng bo'ladi. Ikkinchisi 12 cm kvadratga teng. Uchinchisi 3 bo'lakka bo'lingan ekan. Bo'yalgan qismini so'rayapti. 24 ni 3 ga bo'lsak 8 ga teng bo'ladi. 8 cm kvadratdan bo'lingan bo'ladi. 8 cm kvadrat, 8 cm kvadrat, 8 cm kvadrat bo'ladi. Uchovining yig'indisi 24 cm kvadratga teng. To'rtinchisi 4 bo'lakka bo'lingan ekan. Bo'yalgan qismini so'rayapti. 24 ni 4 ga bo'lsak 6 cm kvadratga to'g'ri keladi. Uchinchi masalamiz supermarketga 20 ta yashikda 400 ta Nestle suv keltirildi. Har bir yashikda nechta Nestle suvi bor deyapti. 400 ta yashikga keldi deyapti. 400 bo'lingan 20 ta yashikda 400 ta Nestle suv keltirildi deyapti. 20 ta yashikda 400 ta Nestle suvini 20 ta yashikka bo'lamiz. 400 bo'lingan 20. 4 ni 20 ga bo'lib bo'lmaydi. 40 ni 20 ga bo'lsak 2 ta bo'ladi. 2 kere 20 40 ga teng. Ayiramiz. 40 dan 40 ni ayirsak 0. 0 ni tushiramiz. 0 ni bu yerga bersak 20 ta. Har bitta yashikda 20 tadan Nestle suv keltirilgan ekan. Oltinchi masalamiz 60 bo'lingan 30. Buni shu yerda turgan joyda tushuntiraman. 60 ni 30 ga bo'lsak 2 degan javob chiqadi. Bu yerda nollarni tashlab o'tirib 6 ni 3 ga bo'lsak 2 degan javobga to'g'ri kelib qolaveradi. 60 bo'lingan 30 imiz 2 ga teng. 80 bo'lingan 20 4 ga teng. 8 bo'lingan 2 ga teng bo'lib qoladi bu ham. 8 bo'lingan 2 imiz 4 ga teng. Yettinchi masalamiz yosh bog'bonlar 120 tub gilosdan 2 marta ko'p shaftoli ko'chati ekishdi. Gilos hamda shaftoli ko'chatlari qancha bo'lsa, shuncha olma ko'chati o'tkazishdi. Hammasi bo'lib qancha ko'chat ekilgan? 120 tub gilosni G harfi bilan belgilab qo'yapman.
Undan 2 marta ko'p shaftoli daraxti ekildi, ko'chat ekildi. 122 ko'paytirsak 240 tub shaftoli ekildi. Shaftolini shahar bilan belgilayapman. Gilos va shaftolilar necha tub ekilgan bo'lsa, o'shancha tub olma ekilgan deyapti. 120 qo'shamiz 240 barobar ustun shaklda qo'shsak 120 qo'shilgan 240. 0 ga 0 qo'shsak 0, 4 ga 2 ni qo'shsak 6, 2 ga 1 ni qo'shsak 3. 360 tub olma daraxti ekilgan. Umumiy hammasi bo'lib necha tub ko'chat ekilgan deyapti. 360 qo'shamiz 240 qo'shamiz 120 barobar 360 qo'shilgan 240. Ustun shaklda qo'shsak 0 ga 0 qo'shsak 0, 6 ga 10 0 1 yotda, 3 ga 2 ni qo'shsak 5 1 yotdagi bilan 6 ga teng. 360 qo'shilgan 240 imiz 600 ga teng ekan. Qo'shamiz 120 ni. 0 ga 0 qo'shsak 0, 2 ga 0 qo'shsak 2, 6 ga 1 ni qo'shsak 7. Umumiy 720 tub ko'chat ekilgan ekan. Shu bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi.